Assalomu alaykum hurmatli Epon bozor kanali obunachilar do'stlar. Sizlar uchun bu stroy material narxlarini aytib borishga harakat qilamiz. Manzil shu O'zbekiston tumani Do'stobod qishlog'i. Kollejda yanginasida aziz do'stlar. Sizlarga hozir narx-navolarni aytishga harakat qilamiz. Bu sementni narxi necha pul? Nimani shiperdi? Narxi necha pul bo'lyapti? 48 ming lira. 48 mingdan. Bu qaytdiki bu aka? Qo'qon shiper. Mana bu yerda sementlar ham bor ekan. Sementlar Yasin bor, keyin Vest, Yasin 550 marka, 400 markalari bular. Bu 550 marka necha pul deyapsiz aka? 610 so'm 1 tonna oshiq olganga dastlabki bepul. Vestlar qancha bo'lyapti? 580 so'm 550 markasi. 580. 1 tonna oshiq olganga dastlabkasi bepul. Bu ham 550 marka bu ham. Bu yerda 400 marka bor ekan. 400 qancha bo'lyapti markasi Yasin'niki? 560 so'm. Bu yerda shpaklopkalar bor ekan. Mana Rodbun, fasadni kley. Rodbunlar necha pul deyapti? Rodbunlar 48 mingdan. Qopa? Qopa. Eleronlar 42 mingdan. Bu-chi bu shpaklopkalar 42 mingdan. 42 mingdan. Bu yerda yana sementlar bor. Shaffof 590 so'm. Shaffof 590 so'm. Kleylar. Fasadlar 35 ming so'm. Bular hammasi bu finish. Finish. Oq shpaklopkalarimiz 25 ming so'm, Rodbun arzonimiz 25 ming so'm, Kofnikilar 25 ming so'm. Aka, bu obunachilar movoda Rossiyadan telefon qilib qolsa, aka, paloncha sement kerak, masalan desa, olib yetkazib berasiz, a? Olib yetkazib beramiz. Shu yaqin oralarga dasturkalar bepul, a? Yaqin oraga dasturkamiz bepul. O'lda do'stlar telefon qilaverasizlar. Manzil shu mana Do'stobod kollejda yanginasida. Bu yerda nimalar ham bor? Shlaka blok. Bular narxlarni tumbaga rangsizi 7 ming ekan, rangli qizil 9 ming ekan. Shlaka bloklari 3200 dan ekan. Bular telefon nomerlarini bilasizmi aka? 151 Aziz do'stlar, shlaka blokni narxlarini aytib o'tdik. Telefon raqamlari 151 151 78 90 91lik kod bilan. 78 90 91lik kodi bilan, a? 78 91lik kodi bilan. Bo'ldi aka, sizni telefon nomeringizni hozir yozib olamiz. Bu yerda bor ekan, mana hozir sizlarga ko'rsataman aziz do'stlar. 91lik bor, keyin 833lik bor. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar. Sog' va salomat bo'linglar.